halollikning ne'mati. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir so'limgina qishloqda ota va qizaloq yashar ekan. Qizaloqning ismi Dilnura ekan. Dilnura juda aqlli va halol qizaloq edi. Bir kuni u o'tin terish uchun o'rmonga borib, shu yerda kech tushib qolgan. Dilnura esa adashib qoldi. Qizaloq qo'rqib yugurib ketarkan, ko'ziga o'rmonda yashirin bir uy tushdi. U yerga bordi va eshikni taqillatdi. Eshikni ochgan bir buvi unga mehmondo'stlik bilan qaradi va "Qizalog'im, uyga kir, dam ol", deb taklif qildi. Dilnura bo'lgan voqealarni buviga yig'lab aytib berdi. Buvi esa shubhalanib, qizaloqni sinab ko'rmoqchi bo'ldi. U Dilnuraning yotoqxonasiga tilla ziraklarni yashirib qo'yibdi. Ertasi kuni Dilnura uyg'onish bilan uylarni saranjonlab, tilla ziraklarni topib olibdi. Shu paytda uning xayoliga ota kelibdi. Qizalog'im, halollik ulug' ne'mat. Uni ko'rsatish emas, unga amal qilish lozim. Rostgo'y bo'l, shunda boshing hech qachon egilmaydi, der edi. Dilnura ziraklarni buvijonga olib bordi. Buvijon bu halollikni ko'rib, judayam quvondi va unga hadya berdi. Keyin uyiga xavfsiz qaytishiga yordam berdi. Dilnura uyiga kelib bo'lgan voqealarni otasiga so'zlab berdi. Shu kundan boshlab u har doim halol va rostgo'y bo'lishga ahd qildi. Halollik eng katta ne'mat. Unga amal qilgan kishi har doim hurmat va baxtga erishadi.